Hurmatli yurtdoshlar, bizning To'dako'lda joylashgan sohil dam olish maskanimiz o'z faoliyatini hattoki qishda ham davom ettirmoqda. Siz bu yerdagi issiqqina kempinglarda dam olib, shovullagan to'lqinlarni tomosha qilishingiz mumkin. Sohil bo'yida ko'zni quvnatuvchi to'lqinlar yonida gulxan yoqib, piknik uyushtirishingiz yoki qarmoqda baliq ovlashingiz ham mumkin. Bizning sohil oilaviy dam olish maskanimiz o'z oilasi uchun yangi yil ta'tilini maroqli hordiq taqdim etishni istovchilar uchun ham dam olish kunisiz, hatto bayram kunlarida ham o'z faoliyatini to'xtatmaydi. İstesangiz buyurtma asosida mazali To'dako'l baliqlari va bo'ri va shashliklar ham tayyorlab beriladi. To'dako'l sohil dam olish maskani yilning 4 faslida ham, kunning 24 soatida ham oilasini dam olishni xush ko'ruvchilar uchun, do'stlar, dugonalar jamoalari uchun ochiqdir. Barchangizni To'dako'l sohil dam olish maskanida kutib qolamiz.